Yoshlar bilan ishlashda mas'uliyat va natija asosiy mezon bo'lishi kerak. Aynan shu masalalar bugun Sirdaryo viloyati hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasida o'tkazilgan tanqidiy muhokamaning asosiy mavzusi bo'ldi. Yig'ilishda yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar, kelib tushayotgan murojaatlar va ularning yechimi birma-bir tahlil qilindi. Ta'kidlanganidek, murojaatlar bilan ishlashda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymasdan har bir masala o'z vaqtida va amalda hal etilishi lozim. Muhokama davomida ayrim mas'ullarning o'z vazifasiga mas'uliyatsiz yondashayotgani keskin tanqid qilinib, qator tuman va shahar yoshlar ishlari agentligi rahbarlari ogohlantirildi. Xususan, Boyovut tumani suv oqova xizmati rahbari hamda tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari fuqarolar murojaatlar bilan ishlashda yo'l qo'yilgan qonun buzilishlari uchun tanqid qilindi. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan prokuratura organlari tomonidan huquqiy baho beriladi. Yig'ilishda yoshlarning bandligini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Yoshlarga yer maydonlari ajratish, ular uchun barqaror daromad manbalarini yaratish bo'yicha tuman va shahar hokimliklarining mas'uliyati yana bir bor eslatildi. Shuningdek, otaliqqa olingan yoshlar bilan manzilli ishlash, ularning muammolarini tizimli hal etish va doimiy qo'llab-quvvatlash ishlari ham atroflicha muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida barcha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, murojaatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish hamda yoshlar bilan ishlash tizimida natijadorlikni ta'minlash bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Belgilangan vazifalar ijrosi viloyat hokimining shaxsiy nazoratida bo'lishi ta'kidlandi.